下一站心理驿站。 Salam qadrli ko'rman do'stlar. Salam hayotlik poyziga chiqqan qimmatli yo'lovchilar. Navbatda tushadiganinglar psixika bekiti. Psixika maslahat so'rash halqasi. 我的孩子今年上1年级，他特别淘气，动作特别多，注意力无法集中，上课不能认真听讲，每天回家写作业时10分钟都坐不住，必须要我们一直看着他。我怀疑我的孩子是多动症，请问老师们，我该带孩子去做哪些检查呢？ Biz psixika bekit programımızın bugünkü sanida Amangül doktor bilan balalardagi tinimsizlik kesili haqida to'xtalib o'tamiz. Amangül ada qarshi olamiz. Rahmat. Amangül ada balalardagi tinimsizlik desa shaxsan men yosh bir ona menga nisbatanmi balki mening atrofimdagi nurg'un ota-onalarga nisbatanmi bu normallikku buni kasallik darajasiga ko'tarib tahlil qilish ketamdi deb o'ylab qolishimiz mumkin. Balalardagi tinimsizlikning hamda kasallik darajasiga ko'tarilganlarning alomatlari qanday bo'ladi? Bu balalardagi tinimsizlik masalasiga kelsak, haqiqatanmi siz o'ylagandeklam shunday qarashga kelamiz. Chunki balalarninki normalni o'sib yetilishi nurg'unlagan davr bosqichlarini beshidan ko'chirib o'tkazdi. Biz buningga kasallik deb diagnoz qo'yishimizning yosh o'lchami bor, yosh cheklamasi bor. Yani bu kasallikni biz diagnoz qo'yganda 6 yoshdan burun balalarni tinimsizlik, yani doğduğunca ayt demaymiz. Aldı bilan shu zoti tinimsizlik degan nima degan bir atalg'usida o'ylash bilsak, endi bu mesela davlat ishchi va sirtida bu to'g'riliq nurg'unlagan izlashlarni ifodi, nurg'un sabablar, buni bir tarafdan sabab degan olmaydi. Har xil sabablardan kelib chiqqan balalardagi to'xtamsiz harakat harakat ziyoda ko'p bo'ladigan, masalan shu o'z turayotgan muhit bilan munosabatsiz bir harakatlarni qilib ketadigan, anandan keyin uningdagi diqqatni yig'olmaslik, anandan keyin o'rganish iqtidor to'sqinligi, shundaqla ziyoda hayajonli cho'ngdingda qo'yamiz. Osonligi bir narsa etib chiqib qo'ydiganda mushundek bir yig'inda alomatlarni biz tinimsizlik deymiz. Buning xanzujida artung juyi cho'shan dodung zong hojang deb atiladi. Diqqatni yig'olmaslik sababidan kelib chiqqan deb atıldı. Endi bunun diagnoz qo'yganda balalarning normal yashida odatda 2-3 yosh atrofida balalarning kelaqi xatisiying deymiz-ku, balalar har qanday bir sirtqi muhit qiziqadi. Bu qiziqmasa normal bo'lmaydi. Uni tutib, buni tutib bundaq qilishni biz aldirablam, uni tinimsizlik degan diagnozni qo'yib olmaymiz. Gap shu normalni holatdagi harakat faoliyatlari chekdan ishib, maktab yeshiga borganda yani muş faaliyetler davamlaşıp, muş 6 yaştan aşkan balalarda ziyade müştak hareket payda buluş, diqqatini merkezleştiremezlik, ders ötken vaqtida onu bunu xiyal o'ltirib qilish, yoki ma'lum ders so'zlasa u gapga diqqat qilmay, xiyol yo'q bir ishlarni qildigan, hozir so'zlagan gapni hozir so'zlasa javobini berolmaydigan, yoki bo'lmasa cho'nglar gap qilayotganda gapning oxirini tushunmaylam, beshikka bir og'iz gap qartablam, changda odamda qashin talishiblam o'zi bilgan izlab ketadigan. Mana mushunday normal bo'lmagan holatdagi ahvollarni umumlashtirib biz balalarga tinimsizlik deymiz. Tinimsizlikni diagnoz qo'yganda uning şartı var. Birinci şartı şu balada dikkat yığılmaslık alameti buluş gerek. Dikkat yığılması alameti buluş diye mesela ders ötüvatqa vaqtda malum bir dersini ötkende şu bala ya 10 minut 15 minut dikkatini yığıp aşını anlamasın özü xiyal o'ltirib mesela qarab turgan bo'lsa-mu, hozir men nim dedim deb bermaydigan balalar bor. Mana shunda bu yig'ilmadi degan gap. Masalan bir o'yinchiqni o'ynayotgan bo'lsa, diqqat shu o'yinga markazlashmasdan boshqa bir ishga o'tib ketadigan. Yoki bo'lmasa o bal top maydonida yoki bir top o'ynayotgan bo'lsa, ya bir musobaqa qatnashib qo'ygan, musobaqa ko'gillayotgan bo'lsa, shu changda shu nimaga munosabatsiz bir harakatlarni qilib ketadigan. Mana shunday diqqatni bir nuqtaga markazlashtirish iqtidorida yetash bo'lmagan ahvol. Masalan, endi odatda kichik bo'baq vaqtida uning muhim o'lchamiga qarab ketmaymiz, lekin shu o'qish yoshidagi bolalarga odatda 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarning diqqat yig'ish o'lchami odatda 20 minut atrofida bo'ladi. 10 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarninki diqqatni yig'ish iqtidori odatda 25 minut atrofida bo'ladi. 12 yoshdan yuqori bolalarninki yarım soat atrofida diqqat markazlashtirish iqtidori bo'ladi. Endi bizning demoqchi bo'lganimiz ma'lum bir balada, ya'ni 6 yoshdan yuqori
ma'lum balada mo'shtindek diqqat yig'olmaslik alomati bu birinchi o'lp bizning sen qildigan uchun ikkinchisi shuning mos holda munosabatsiz harakatning ko'p bo'lib ketishi masalan ma'lum dars o'tayotganda biz diqqat yig'ish bilan birga qo'l putlarimiz ching turib ma'lum o'tdi degan ba'zi bola tuyuqsizdan chiqib ketishi mumkin sinfdan yoki biz taraq turib bir bilan o'zini tashlab qo'yishi mumkin yoki bo'lmasa oldida o'tirgan o'quvchining sochlarini tortib qo'yadigan yoki bo'lmasa o'zi uchun ma'lum adabiyot darsi o'tib olsa o'qib yana bir darslikniki uchug'ishlari yoki matematik tavalliq chizida mandaq narsalarni ayman ushaq harakat deb qo'yamiz o'rinda jo'zning ichiga kirib olib qo'llarni palan qilsa qilib mana bu ushaq harakat anandan keyin shu so'rinlardagi o'zining masalan bir mesela yig'ilishlarga bordik desak yoki tug'ilgan kun deymiz bolalarning o'zining faoliyatlari bo'ldi yoki bo'lmasa bizning urug' tuqqanlar yig'ilishda o'chak borganda hamma odam chiroyli so'rin o'tdaga vaqtlar bola shu so'riga munosabatsiz bir harakatlarni qilib ketadigan masalan biz tomoq yeyotgan to'p o'ynasak bo'lmaydi bolalarga shuni o'rgatamiz normal bola biladi lekin andoq bola chattig'i yo'qlamkin munosabatsiz bir harakat faoliyatlarni qilib qoldi bu doding ortiqcha harakat uchinchi bir tarafi maktab yeshidagi bolalarniki o'rganish to'sqinligi qiyinchiligi ya'ni ig'inishni qiyinchi bundoq bolalarningki darsga yetishishni misol to'varak bo'ladi yana bir bizningki alay diqqat qilamiz bundoq bolalarningki shu mijoz xarakter tarafdan cho'ngning ruhiy jidongda yolda oson hayajonlanadigan osonlikqa o'zining ko'ngliga ifodalab bo'lolmay yoki tushuntirib bo'lolmayli bir narsani etib tashlab tepib bundoq qilib ketadigan bundoq mijozlik bolalar bo'ldi mush to'rt taraflarning hammasi az deganda 6 oydan ortiq davomlashish yeshi 6 yoshdan yuqori bo'lish lekin yana bir sharti ahli normal yoki aviatning ahli to'sqinligini so'zladim normal yoki normalningki chegarasida deyish kerak bo'lish kerak butunlay aql to'solg'isi bo'lgan bolalarning harakat faoliyatida qalaymaqan tinimsiz bo'ladigan diqqatni yig'olmaydigan ishlar bo'ladi biz uni biz mau tinimsizlik diagnoziga olib kirmaymiz bu ikkisi aniq darajada farqlandi mush taraflardagi mush to'rt tarafdagi alohida diqqat qilish kerak amangulada endi so'zlayapsiz men turib demak kapsiz bolalardan bir tinimsizlik bo'ladi masalan aqliy qobiliyati normal tinimsizlik alomatlarini ko'rilmagan lekin haddidan ziyoda kapsiz mushundoq bolalar bilan tinimsizlik kesiliga giribdor bo'lgan bolalarni biz qanday farqlantiramiz bularning ro'shan tipik alohidaliklari bormi Buna balaның birisiga ögünüş nəticəsi qarıldı məktəb yeşidəki balalara. Biz məktəb yeşidən burun o diaqnozu qoymayımız dedik ki, məktəb yeşidəki balalara desək ögünüş nəticəsi qarıldı. Malım bilən qoton qılışıq doğru keldi. İkincisi ailəlik ifadəsi, ana şu ailə mühiti. Əndə muş tinimsizlikni keltirib çıxırdığan bir qancha amillar mövcudmu, mövcud emasmı deyə bununki tarixiy əhəmiyyət verimiz. Kasallik tarixini qankin bunu xuy qoşğun deyə uçaq deyə balıqı burun qışlarını sözləşə doğru qaldı. Yana şu birisiga ananınki hamildarlıq məzgilki bəzi kasallik, ozuqlanish yaxşımı, yaxşı emasmı? Anandakı toğut üstüdəki bəzi qiyin toğut bolğanmı, bolmaganmı? Anandakı yeni toğulğan vaxtda bəzilərinin normal ay gün toşsumuz ziyad kiçik toğulup qaldığan balalar var. Çuşun tijungu deydi, tijungar deb manda qalaymiz. Yani bəzilərinin şu meni yetilişinki ahli taraqqiyatı tosalğısıga düşməydi. Lekin aşınınki nimisiga to'g'ri kelib, yaxshi yetilish holatiga baramay qoladigan. Buningga mana shu oila muhit, ijtimoiy muhit ta'sir ko'rsatib qo'yadigan. Mushundaq masalan oila muhitida chataq bormi yo'q. Anandan keyin irsiyat omilining ichida ota-onalarning, qondoshlarning ichida ma'lum birsida ashundaq kasalliklarga giribdor bo'lganli bormi yo'q degan bunday alomatga qaraymiz. Yeni bir diqqat qildiğimiz bu diagnoz qo'yishdagi bolalar, o'qish yashidagi bolalar qo'yiladi. Ko'p bolalarning shu ota-onalar bilan ota-onalar to'xtamay buningga qo'yinsin qilib, topshiriqlarni bir o'ltirib ishlab turib qilsa, sal yuqori bunday egizpas chiqadi grafik shaklda. Ota-onalar xizmat yoki ma'lum ishlar o'zbekcha ketib qolgan ekan, bir xil uchib ketib qoladi. Ma'lum uning sal e'tibor bir bolam andaqda deb boshqa bolalar degan qaraganda sal bir uningga bir ko'ngil bilib, yetaklash elib berib, bas qis bo'lmaydigan ishlarni azroq kontrol qilib, mundaq manganda sal ilgirlash bo'ldi. Azroqlam uningga bakkalaqi qo'yayotgan vaqtda lassida o'tirib qoladi. Mushunday qilib bo'dingsin holatga bolalar bu. Lekin bularningki ahli normal. Köplərinin aqlı normal çıxdı. Şuna bu köpüncə muş ailə mühit, tərbiyə bilan münasibət bulub muş ailə tərbiyəsinin içində ata-ananınki göz qarashının birlik olmaslığı. Məsələn, hazıramda dep ötdük, alqı balalarni çoğlarının oldu, çoğ bolğan balalar, çoğlar əmdə həddidən ziyad köyüb getib onu ni aydayımız.
Nima biz qıpırıp çoğalgan balla özünün ata-anasının aldı kelgende sel bekrak tutup qoygan vaqtidimi ayağından qıçıp meyniği ünüp ikki xil muhitdimi muştaq holat kelib chiqish ehtimoli bo'ldi. Yana birisidan opsi sel talabni yuqoroq qo'ysa, balaning dadasi sel tövaroq qo'yib qo'yib uningga opsi mani qilsang bo'lmaydi deganni dada tarafdan mani qilsang ishim bo'lmaydi deb qo'yib, opsi deganni apamagan narsaga ma dadasi uningga ep berib maning o'xshash birdeklik bo'lmagan ahvol ostidami balada bir davolg'ish paydo bo'ldi. Chunki bu qilmish degandan keyin asta yaxshi tarafni biz taraqqiy qilib chiniqib versak yaxshi tarafga odatlanamiz. Bu balalar taraqqiy qilish jarayonida ma'lum bir boshqasini besib o'tganda shu holatni normal taraf yetaklab etmasak u odatga aylandi. Odat aylanib bo'lgandan keyin biz uni yaxshi yetaklalaymiz. Endi jating yo'chagoy shu deymiz. Am bu yaxshidagi balalarning nima desa oilaning qoida tuzumlari mutoz mukammal bo'lmagan. Anandaki mektepning qoida tuzumlari pek mukammal bo'lganlikdan balalar qoida tuzumga rioya qilib bo'lmaydi. Undaq balalarning chanxagayniyan degan narsa yo'q. Ma muhitimda qilsam bo'lmaydi deb o'zini kontrol qilish nimasi bo'lmaydi. Andan topshiriq bersa, topshiriqlarni o'rindash qiyinligi yo'q mengizda. Men maktabda o'qidim, ma'lumot topshiriqni berdi, chuqur o'rinlashim kerak. Deydigan qarash bo'lmasdi. Xuddi shu topshiriqni ma'lum uchun ishlab beradigan. Xuddi shu topshiriqni ota-onasi uchun ishlab berdigandek bir xil qarash kelib qoldi ballada. Ashundaq bir inkas bo'lganlik uchun bundaq ish davomlashavergandan keyin oxirgi vaqt uzrab mushunaq bir kasallikni kelib chiqadi. Shunlashqa bunimi ota-onalarning baldiri bayqishi intay muhim. Agarlikdan yeshning cho'ngish aksa buni kontrol qilmaganda bo'libmi shu boshlang'ich vaqtidan o'tib vaqtida bek bilinib ketmasligi mumkin. Lekin bu cho'jong to'liqsizlikqa kelgandiklar biraqlam yenib chiqadi unda balla darslar yetishmaydi. Bu tuluqsuzluğa çıqqanda balalarning tinchun faizchilik, yoshlik mezgil qadam qo'ydigan mezgil bo'ldi. Bu vaqtda bu bir qancha psixik qilmishlarni keltirib chiqishi mumkin. Ya'ni u vaqt bu atroflarni qilganda ota-onasiga fankan qildigan ishlar ig'ir bo'lib ketishi mumkin, yoki bo'lmasa ma'lumotlarga bo'ysunmasligi mumkin. Shuning bilan xatolik birinchi taraflardan xato qarashlar kelib, o'zining bilgini bilan amaliyotlarni mostirish bo'lmaydigan bunday ishlar kelib chiqadi. Oxirida ham shu o'qishni davomlashtirish biza qiyinga to'xtaydi. Balalar o'z bilib bo'lmaydi buni. Bir mezgil o'tgandan keyin ish cho'ng bo'lib, ching bo'lganda shu vaqt men mushtaq qilib kelmajab ota-onam meni baldiroq doktorxonaga olib borib, bosh-bosh kontrol qilgan bo'lsa, men ma mezgilimni o'tib olgan bo'lsam yaxshi bo'ladi ekan-dek deb ota-onalar savol qo'yib qo'ydiganlarim chiqib qoldi kelgusida. Og'rinib qoladi. Shunglashqa ota-onalar mushtaq ishlarni bayqaganda, ma'lumlar ayiblagan, darslar yetishmagan vaqtda tashvit beqish kerak. Shu bunun psixiklik bağlaş ep barımız mesela məxsus onun çoğu yiyeceğini sınaydıgan sınaqlarımız var. Onun qısalımız endi əxli qabiliyyətini təkşürümüz. Endi ayrım balalarning əxli tosalğısıdan kelib çıxıdığan əhvallar buldu. Ondaq bilan əxli tosalğısı normal balalarni arılıb, normal balalarni bunda qoyuversak bəklamki əfsusluq iş oldu. Əxli tosalğısında yaxşı balani biz onu yaxşı yetəkləyəmsək, ata-analar özün pişman qılıdı. Cəmiyyətki bir ixtisas egisi kəmləb ketiş mümkün. Şunlaşqa bekrak onunğa diqqət qılıb, bekrak onunğa köngül bölüşümüz bek mühim orunda durdu. Amangilada undaqda tinimsizlik kesil ko'rilgan balalarga qandaq davolashlarni ip beryapsizlar? Endi bu tinimsizlik kesili giribtar bo'lishdan burun shu balalarning o'sib yetilishini yana bir bilishga to'g'ri keladi. Buningga qayta sinoqlarni ishlash qurib, olmadan burun diagnoz qo'yish bek muhim o'rinda turdi. Diagnoz qo'ygandan keyin buni davolashda ota-ona bilan doktor chuqum tampon oldi menish kerak. Chuqum ota-onalar moslashish kerak. Chunki buningki birsi dori bilan davolash, endi birsi psixik yetaklash, ota-onalarningki yetaklashni o'z ichiga oladi. Bu psixik yetaklash, ota-onalarni yetaklash deganda bu joy yishingongzo ma'rif xarakterlik. Biz hamimiz bilimiz ota-ona bir maktab, oila bir maktab, ota-ona bir o'qituvchi deb. Shunlashqa ota-ona o'qituvchi bo'lish fursatiga ega bo'ldimi, bo'lmadim o'zini dangsab beqish kerak. Ana shu o'qituvchidagi shu balalarga bo'lgan kuyinish, balalarga yetaklash usuli sizda bormi yo'q? Buni bilishingiz kerak. Bala o'zimizning bo'lgandan keyin shu balani yetaklaganda, masalan, diqqat yig'ish mashqlarini yeb beradi. Hammadan burun biz darg'il eslab olmaymiz. Yosh kichik balalar bo'lsa, endi bayqalgan, endi 5-6 oy bo'ldi, prinsip endi kirdigan balalarga diqqat qilish markazlashtirish mashqlari yeb bering deb ota-onalarga deb beramiz. Buning usullarida shuni qilgan kitoblarmi bor. Endi bizning turli faoliyatlarimizmi, jobu tong deymiz. Masalan, o'xshash bir ikki parcha resim bo'lsa, shu resimdagi ya odam yoki narsa bo'lsa, shuning ma'lum bir
chekit xarakterlik yeri o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Yoki rang, yoki adam bo'lmasa, birisininki ko'zi, yoki bo'lmasa birisininki qo'liga g'alq sep qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuni darhol qarasak bilmaymiz. Shuni diqqat qilish orqali bilalaymiz. Shuni o'xshash javobutun o'xshamagan shakllanib qilib, mana o'xshamaydigan yerni tepib baq deb ota-ona tang ashning qatnashish kerak. Bu birisi. Ikkinchidan amdalik harakat faoliyat. Masalan, shu top o'ynash. Top o'ynaganda biz topni assaq, ko'zimiz topga qaraganda top nega tushidi degan bir markaz bo'ladi. Kichik bolalarning shu. Ashta bo'lgandan keyin topni ikki odam etishib, "Ha, sen men etib berdim, sen tut." Masalan, dada bilan o'g'il bo'lsa, o bola ana bilan qiz etib orqali yugurib yurib, topni tutaman deb 5 minut, 10 minut, 20 minutdan markazlash anangdan bo'ldi. Shuni bir tarafdan mash ping-pong taxtaylar bağı. Şunun topunu qo'yib, tushib ketmay, kim mangalaydi, kim uzoq turg'iza oladi deb bilsak qilsaqmi, qilsaqmi, o'riltib etmay, topni bir yerga qo'yib, mushtaq qarab tursak tushib ketmaydigan qilsak, u bunday qilib qo'ysak tushib ketadi. Bolalar ashuni tushirib etmayman deb diqqat ashdan qaraydi. Putni kontrol qiladi, mingni kontrol qiladi, ko'zni kontrol qiladi. Shu orqali barbara uzartib, masalan 5 minut 6 minut, 7 minut deb onu uzatishga bo'ladi. To'rtinchi bir taraflardan anandan keyin shu onundan başqa hikoyalarni nim qilgan vaqtlarda biz so'zlab berib, uni ikkinchi kun so'rab beqish, diqqat qilib angladimi, anglamadimi? Anandan keyin maktabda bo'lgan ishlarni so'rab beqish, ashbal deb beralamdi, deb beramamdi. O diqqatni yig'sa tabalaydi, qilalaydi, yig'magan bo'lsa qalamaydi. Anandan keyin harakat faoliyatini kontrol qilmaganda bolalarga chiroyli tushuntirish. Masalan, mukofot xarakterlik narsalarni, masalan, bolalarni bir o'yin faoliyatlarida qatnashtiramiz yoki yozliq kunu-kunlik faoliyatlarga, sayohatlarga chiqish planınız bolsa, siz şu balasan, maqatimliq intamının ögünüş neticəndə, maaşdan miyəyic əkirəlisən, bir xonxua, torsonun ki bir nimələr var. Əslində gəlik 5 var, xonxua, qızıl gül təqdim qılımız o. Jığıb, mançıqı bolğanda mən bir qatımlıq sayohatga aparma. Yoki mançıqı yetgan vaqtida biz maaşını qılımız. Adətdə qıladigan işimiz o. Bala qılıb birimiz, əş kiyimni ep birimiz, əş oyunni o'yintimiz bu balni. Bizning butun oilamizning shu plani bor. Shu ta'til bo'lganda shu balni bir yerga chiqib o'yintimiz. Lekin shu planni bek boldirib berib etmasdan abalaga. Sen manda taraflardan, ma taraflardan yetaklab maslashib mushtaq qila olasan, yetaklisan balam, ilgirlisan. Biz mashni qila olamiz deganki abala yaxshi tarafga intiladi. Bu birisi. Yana bir tarafdan har qanday balalarningki ma'lum bir mingsing yoki bo'lmasa topninki sen tarbiya mingsinglar bo'ldi yoki bo'lmasa kino mingsinglar yoki ma'lum birisi qiziqishi bo'ldi-chu. Bo'lgandan keyin shuni tutib turib, shu qiziqishga asosan balam shu mingsing seningdek vaqtida qanday qilgan? Shu orqali bolaga yetakchilik qilgan ekan, bola shu o'z qiziqqandan keyin o'zi yaxshi ko'radigan narsaga erishish uchun men mundaq tirishsam bo'ldi ekan. Men harakatim ortiqcha buni qilsam bo'lmaydi ekan. U odam kichik vaqt undaq qilmaydi ekan. Chunki mundaq qilsa yaxshi bo'ldi ekan. Men shu odamdek bo'lishim kerak. Anda o'ylab yurib, bola men seni chenzi qilganlarni bir yaxshi ko'rdi-ku. Ba'zi bola xiyol qildi, işte falan men seni olib kelsam, men haqlay chenzi qilib besdim. Unda bo'lsa shu men seni bo'lish uchun sen qanday qilsan? Qanday qilsam qila olaysan? Men endi qo'shimcha chiqaroq so'zlab berish. Andan keyin shunda qilib dala faoliyatlariga ko'proq qatnashtirish. Anondan boshqa shafa yo'shi deydigan bunda o'yinlar borki, har xil bolalar bilan ota-onalar tang qo'shilgan o'sha o'yinlarni qilish. Buning bilan bo'lmay o'rganishga bekroq ta'sir qilib ketgan vaqtida, masalan, shu cho'jon, g'o'jonlarda hamda bu kontrol qilmas bolalarning unda o'ynaydigan vaqti yo'q. Bundaq vaqtlarda dori bilan davolashga moslashish kerak. Doğru işletiş arqılıq, vaqtlıq başını kontrol qilib turib, imtahanlarını ötküzüb almışaq, onu bitib olamayız. Şuna bununki aile yetakləş, anandan keyin şu psixologik yetakləş, anandan keyin doğru bilan kontrol qilish dedik, mundaq davolash usullari bo'ldi. Endi buning yana bir yetaklashni qaytib baqsaq, ya'ni maktabda muallimlarning yordam orqali yetaklash. Endi hamma bolalarni normal bo'lgan deymiz. Shundaq normalsizlik ko'rilgan ahvol ostida ota-ona o'qituvchi bilan bo'lgan bog'lanmani texim kuchaytirish kerakmi, qandaq? Albatta shunday bo'ladi. Cho'qim ota-ona bo'g'ichi shu o'qituvchilar bilan fikrlashib turish kerak. Bo'lsa ota-ona bo'g'ichi ashjajon qo'ylab qatnashib, bolalarning ahvolini bilib turish. Unisi hozir qulaylik bo'lib ketdi. Masalan, telefon orqali bilib olib bo'ldi ekan. Undidar to'plar orqali bolam qandayroq deb. Endi cho'qim haqiqiy ahvolni bilish kerak. Ba'zi ma'lumot, ba'zi ishlarga bak yetishib bo'lmaydi. Ba'zi bolalarni xato ayblab qo'yib, bolalar da bunday vaqtda ko'rilgan ishlar bo'lib qoldi. Ashta bo'lib qolsa, bola bilan paranglashish. Paranglash beqish. Endi masalaning nədligini tepishda ota-onalar Muş məktəb ikisi tang turda bununğa naiti e'tibor berish bek muhim o'rinda turdi deb qarayman. Endi o'qituvchilar bilmagan ahvol ostida
tinimsizlik kesili giribdor bo'lgan bolalarni kapsiz, darsga diqqat qilmaydigan deb nazarini a'lochi bolalarga ko'proq qarasa, demak, tinimsiz bolalar o'zining mavjudligini muallimning nazaridan izlab qilib, texim tushkunlashib ketishi mumkin. Ota-onalar o'qituvchilarga degan vaqtda o'qituvchilar mushundaq tinimsizlik kesili giribdor bo'lgan bolalarga yuzlanganda qanday muomala qilish kerak? Ularga chuqum shu bo'lib bir balaning ortiqchiligi bo'ldi. Hammasining kamchiligi bo'lmaydi. Masalan, ma'lum bir balaninki dars yaxshi bo'lmasa, rasm chizish alohidligi bo'lishi mumkin. Ma'lum bir faoliyatlar, balalar bayrami yoki bo'lmasa, pamba deymiz, gizlarni chiqargan vaqtda shu balani dars nimalarga, daskalarga rasm chizdirish, pamba olgan uni alohidligini qilib turish. Masalan, tarbiyada alohidligi bor bala bo'lsa, u balalarga bir gol qilib turish. Har bir ortiqchiligi bor balalarning ortiqchilik tarafini ko'proq deyish. Qilamagan tarafini eg'izga elib ayblayversa, bu texmi uniki texim ko'payib ketishiga sabab bo'lib qoldi. Qilamagan tarafini, kamchilik tarafini xulya deymiz biz alaka. Ancha bak e'tibor bermay, ortiqchiligini ko'proq ko'rib, kamchiligini sal ozroq ko'rib, qayta tuzumni jiqroq deb qo'yish. Mushning ra'y qildingmi o'zing deb baq. Qandaroq qilsak bo'ldi ekaningcha. Men sen qandaroq qilsam sen yaxshi deysa balam deb jiqroq alang bilan qo'ton qilib berish. Bek muhim o'rinda. Ota-ona bir o'ylasak bog'vanga o'xshaydi ekanmiz. Mevalik bog'ning egisi bo'lish uchun biz to'xtamay shu beg'imizdagi ko'chatlarni parvish qilishimizga to'g'ri kelganidek, bolalarimizni shu ko'chat kabi oldimizga kelganda suvni chiqib qo'yversak, balkim suvning jiqliqidan ko'chat ayb bo'lmay qolishi mumkin. Tuproq, havo, suv hamma narsa ko'chatga moslashib kelganida vaqtida putaqlarni çatab turğunumuzda bu köçet ay bulup meyve kırışı mümkün. Demek, muş balalarning balalık mezgilde körüldüğün tinimsizlikni ibaret kesilimi muşu şaxtki bir putaqken ata-analar vaqtida payqashqa tegishlik. Bu noktada menimcha ata-analar özlerinin farzandlari haqida o'ylanmadı deb o'ylayman. Normal holatdagi kapsizlik, balkim söyümlük. Çünkü bala bar öy, bazar, bala yo'q öy, mazar deydi bizning cho'nglarimiz. Lekin chekdan oshgan kapsizlik balkim balangizda normalsizlik ko'rilayotganligi bo'lishi mumkin. Bu haqda maxsus mutaxassislarimiz mana balalarga davolashlarni ip beradi, tekshirishlarni ip beradi. Menimcha ota-onalarning hushyorlikni o'stirib, balalarimiz o'sib yetilish bosqichida ko'rilayotgan normalsizliklarga nisbatan vaqtda tekshirish, davolash ip berishi oqilonlik deb o'ylaymiz. Qadrli ko'rman do'stlar, Amangul doktor bilan o'tkazgan bugungi balalardagi tinimsizlik haqida ip olgan psixologik suhbatimiz vaqt munosabati bilan mishada oxirlashdi. Har sam programmamizda biz nodir mazmunlarni sizlarga sunish uchun ajr qilamiz. Psixologik bekiti programmamizning bugungi soni vaqt munosabati bilan mishada oxirlashdi. Kelar qism programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.